qizlar, quritib bo'ldim. Menda bir kun davomida turdi bu. Sizlarda 2 soat tursa bo'ladi. Qaranglar, mana bunaqa simni ko'rsatdim boshida. Bu krem sim. Bu uchun amberni yaxshi solish kerak mana. Meniki hozir buzilib qolgan prujinasi, o'shaning uchun shuni men buni ishlataman. Bu 5 lik sim. Mana shu 5 lik simdan ozgina olamiz, mana kesib olamiz. Mana endi abadokimizni olib, mana abadokimizni olamiz-da. Simimizni bog'laymiz. Mana shu holatda. Mana shu holatda bog'laymiz. Mana juda qilib. Keyin esa mana buni parkimizni mana shu holatda qilishimiz kerak qizlar. Mana shu holatda bo'lishi kerak. Shuning uchun mana birinchisini qo'ydim-ku. Bitta aylantirib olaman. Mana qizlar, aylantirib olaman. Mana shu holatda qilib, keyin yana bitta aylantirib olamiz. Aylantirib olgandan keyin mana shunday qilib 2-3 marta o'tkazasizlar simni. Mana shu holatda bo'ladi qizlar mana. Ana endi mana buni, mana bu bargimizni mana shu holatda ustidan qo'yamiz-da. Qo'ygandan keyin bu tomonga qarab aylantiramiz. 1 2 mana 3. Juda qattiq aylantirmadim. Mana endi simimizni yaxshilab tortamiz-da. Mana shu holatda bo'lishi kerak. Amber bilan qisasizlar. O'tganinglarda. Mana shu holatda ushlab endi yana bu tomonga qilib aylantirib yaxshilab bog'lab olishimiz kerak qizlar. Qimirlamasligi kerak bu barglar. Shu holatda qilib aylantirib tashlaymiz. Shu holatda qilib aylantiramiz. Aylantirdim. Mana endi yana qattiq amber bilan shunaqa qisasizlar. Mana qimirlamaydi keyin. Agar sizlarda o'xshamasa 2-3 marta qaytadan qilaveringlar. Keyin o'rganib qolasizlar. Men ham boshida o'xshatolmaganman. Mana shu holat bo'ladi. Ana endi bu yoqqa buni qo'yishimiz kerak. Mana shu holatda. Bu uchun yana sim kesamiz. Qaranglar. Men aylantirib hamma yog'iga bitta simni uzun qilmayman. Mana shu holatda qilaman har bittasini. Simdan kesib oldim mana. Kesib olasizlar-da. Yana simni abadokka bog'laymiz shu holatda. Bog'lagandan keyin mana bog'ladik. Ana endi mana shu holatda buni ichida o'tkazamiz. Mana shu holat to'g'ri kelishi kerak qizlar. Mana endi buni bu tomondan chiqazib qattiq qilib bog'laymiz bu yog'ini. Mana qizlar. Endi bu yog'idan chiqazamiz. Buni ba'zilar gullarni yopishtirmasdan birinchi sim bilan bog'lab chiqadi gulcha barglarni, ya'ni toshni yopishtirmasdan. Keyin qiladi. O'sha paytda toshi tushib ketish ehtimoli bor, ya'ni yomon bo'lib qoladi, klix bo'lib. O'shaning uchun men birinchi yopishtirib olaman. Mana. Hamma abadoglarga ham birinchi tosh yopishtirilmaydi. Birinchi bu holatga keltiradigan abadoglar ham bor-da. Bu abadogda birinchi tosh yopishtirsanglar bo'ladi. O'zingizlarga udobniy bo'ladi. Mana shu holatda qattiq bog'laymiz qizlar. Mana amber bilan tortsanglar ham bo'ladi buni simini. Amber bilan qattiq tortsanglar yaxshilab mana qimirlamaydi keyin. Rosa chiroyli chiqadi. Buni hali bezatishimiz ham bor. Mana shu holatda qilib
oxirigacha qilib ketamiz shunaqa. Bu endi bog'lab kesib olamizda buni. Simni kesib olamiz. Kesib olgandan keyin yana sim kesib, davomini ham xuddi shunaqa qilib ketasizlar. Mana shu holatda qilib. Mana qizlab bog'lab kesib oldim simni, yaxshilab bog'ladim. Endi yana buni mana shu holatda qilaman davomida. Shu holatda qilib ketaman oxirigacha. Mana qizlar ikkinchisini ham bog'ladim. Endi men bu yerga qisamiz. Mana shu holatda endi buni yana bog'lab olamiz. Mana qizlar, men bu yerdan qilib mana. Oxirida keyin men buni qo'yamiz. Mana shuni qo'ysam bo'ldi. Hamma joyi mana yopiladi. Shunaqa mana bu yerdan boshlab oxiriga